Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu to'yxonamizga yig'ilib turgan qadri baland mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun shunday shodiyonali kunimizning sababchilari bo'lgan yaqin do'stimiz Shahzojon hamda kelinimizning nikoh to'ylari munosabati bilan yig'ilishib turgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat hamda sihat salomatlik tilab qolamiz. Jigarim birga bosib o'tayotgan yo'llaring fayzli va shirin onlarga boy bo'lsin inshaalloh. Hazil she'r bor, xafa bo'lish yo'q. Qara do'stim, oydek kelin yoningda, baxtli bo'lar hayoting endi har bir oningda. Uylanishga uylanding, mazza qilib yashaysan, tun yarimda do'konlardan bir nimalar tashiysan. Yigit kishi uylansa halovatini topadi, lekin ayrim uylanganlar do'stlarini chopadi. Kuyov bolaga qarang, nur taralar yuzidan, yurak yonib turibdi, bilinyapti ko'zda. Shoda 2002lar rezultat sezilmayapti. Bormisizlar? Ichida pinhon tezroq to'y tugashini kutyapti, olaxo'rjin bo'ynida dardini ichib yotyapti. Hayot nimaligini jo'ra endi bilasan, oilaning qiroli yoki xotin qilib bo'lasan. Inson hayoti jo'ra bir yiqilib bir turilib, bir turib bir yiqilar. Gaplashib yurgan qizlaring to'yin ko'rib siqilar. Choyxonaga borarding do'stlar bilan bemalol, darvozadan xatlolmaysan, bu ham katta ehtimol. Xotin dedingiz, mana xotin keldi-ku, oydek kelin ziyodizda, sizga omad kuldi-ku. Uylanish orzu edi, mana ko'ngil to'q endi, ko'cha-kuyda daydisirab yurishlarim yo'q endi. Ertadan kuyov bola mas'uliyatingiz ortadi, choyxonaga borar paytingiz kelin uyga tortadi. Qayerga boryapsiz deb egovlaydi boshingni, bildirmay artib qo'yasan ko'z yoshingni. Mana uylanganlar gapim gap der edi, sevgi uylandi, to'y bo'ldi, keyin yo'ashgina shunchaki qo'y bo'ldi. Buni hammasi hazil, baxtingga nur yoqilsin, kaminaga ham tezroq yaxshi qizlar topilsin. Bizga ham nasib qilsin shunday chiroyli to'ylar, jigarlarga haq berib so'yib berin qo'ylar. Sho'x-sho'xidan qo'yinga artist mazza qilib o'ynaymiz, to'y bo'ladi 3 kecha bo'lmasa ham biz qo'ymaymiz. Albatta hazil jigarim, kelgusi yil Xudo xohlasa sunnat to'y qilganingda ham mana shu yerda o'tirgan barchamizga shunaqa yaxshi kunlarda diydor ko'rishlik nasibi ro'z aylasin. Vaqtingga nur yog'ilsin, oqibatimizga chehron ko'z tegmasin. Bir umr baxt tilaymiz. 2002 yil nomidan rahmat aytamiz.